Uy, boshim yomonlayapti. Assalomu alaykum, sizlar bilan Shadow. Videomizda biz bugun vlog bo'lsa kerak, chunki mana derlachim ishga chaqirgan, e'lon berganman qishloqda. Ishga olasizlarmi deb. Hozir sandig'imni ochib olaman. Kalitimni olishim kerak. Kalitim bor. Kalit bor. Kalit bor, nima ham bor. Nima kalit olasanzalaring, eshik qo'llab ko'rishimiz kerak. Hozir o'g'irlar ko'payib ketgan. Derazadan ham kirish mumkin, ovoz eshitiladi. Uyimga kamera qo'ymoqchiman. Chunki biroz g'alatida uy. Chunki o'g'irlar ko'paydi. Merda ham pulni o'g'irlab ketishdi. Meni ham pulim ko'chada o'g'irlab ketishmadi. Qo'plab qo'yamiz. Qanday katta merda oldiga. To'xta. Yo, assalomu alaykum. Bana. Shu kuchayib qolishini, shulardan kulishmi? Boyni gapiga kulishadi hammasi qaranglar. Boy salni gapirsa ham kulishadi. Boy tashqariga chiqargan. To'g'ri, sizlar meni videolarimni ko'rasizlar, lekin like, obuna bosmaysizlar. Meni videolarim ratingingizdan ko'p chiqadi va ularga like, obuna bosmasdan mana shu bratga o'xshab ovqatlanib yeb o'tiraverasizlar. Shuning uchun men biroz xafa bo'ldim. Nima demoqchiman? Bu gapim bilan men har kuni video chiqarsam, like, obuna va kommentariya yozib, meni qo'llab-quvvatlasangiz ham mayli. Hech bo'lmasa kommentariyaga omad deb yozib keting va men bundan juda xursand bo'laman. Biz inshaalloh 100 ga harakat qilamiz. Bratlar o'zlarini muammosi, bular o'zlarini ekan, mol sochib shekilli-da, olib beradigan bo'lsa kerak. Meni assalomu alaykum mer. Va alaykum. Joyda to'xta. Uni bizga qarachi uni maktabda o'quvchi kerak, yangi urildi. O'qisak 4,5 oyligi bor. Bu ishda o'qishim kerak? Ya. O'qish emas, sen o'qitish kerak. Chunki sanaqa aqlli bola kam. Okay. Shuning uchun bizga o'qituvchi kerak. Bo'ldi, ishlayman. O'rgangacha bo'ldi. Kalit bor. Shuni olib, borsa o'quvchilar o'zi borishadi. Senga surpriz qilib qo'yganman-chi. Xo'p, mayli. Hozir bo'lmasam. Mer o'zi yaxshimi? Siz pullaringizni topdingizmi? Topgan deyman. Anchadan beri o'qtaryapman, chiqmaganiga bilmadim endi. Chiqib qo'ysa kerak, o'g'irlab ketishmagandir. Derazam singan ekan, odam sig'adigan darajada endi bilmadim. Mayli, shuni olur. Hop. Hozir kiruvchi bolalar nima deyapti mer? Kiruvchi menda kabinetda bor deyapti. Nima? Yo'q, eshitma. Kiruvchi ish kabinetdagi oldim. Ishmagan emas boshqa? Yo'q, ana hujjatim topshiraveradi. Ha. Bari ketav. Hop. Kiruvchi ishni topaman. Videom sal xarob qilibdi. Kameram xarob qilibdi bolalar. Abga buyurmaysizlar. Qaranglar, men har doim endi mana loqib ketgan. Endi biz buni bu yoqqa, ulab qo'yish kerak-da. Hammaga yaxshimi bo'ldi. Kiramiz. Bitta nimani ham sog'olish kerak. Men bilib bo'lmaydi. Nima uchuvchini buzib ketgan, buni buzmasmidi? Atalab mer menga o'rnatmoqchi bo'lgan. Konditsioner yoqamiz. Yoqish kerak. Yoqdim. Anasini. O'chir buni. Yana sovuqga qo'ymoqchi. Sovuq ketdi. Bo'ldi. Merni aytgan savosi shu bo'lishi kerak. Juda zo'r. Bu yerda ham modullar bu kabinetda nima bor ekan? Bu so'chitsi. Bo'lish shu yerda men o'qituvchilik qilaman endi. Uncha narsa olib kelishim kerak o'zim bilan.
Anasını antenar sop kelishim kerak edi o'zim bilan taxta, verstak, shunga o'xshash narsalar olib kelishim kerak edi o'zim bilan. Olib kelolmadim. Bir havo bo'lmasa kerak, короче, o'ynab turamiz. Bo'lguncha. GTA kiraylikchi. GTAda yangilanish. GTA 6 ketdi, menimcha ko'tarsa kerak. Kelib turaman. Uyimga ketaman kompyuterni. Yaxshi kompyuterga. Nay. Tepsim ketdi. Короче, bolalar, da, bolalar kelib qolgan. Yaxshi bolalar. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi darsligimizda men sizlarga survivalda yashab qolishni o'rgataman. Agar sizlar yangi men o'tgan bo'lsangiz, survivalda bemalol yashab qolishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men sizlarga survivalda yashashni o'rgataman. Birinchi o'rinda bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda Men aytay. jim o'tir. Onasini emsan. Ota-onangga aytmasdan o'ldirib yuboraman seni. Bitta g'angisalaring shuni ahvolga tushasizlar. Короче, bolalar, nima bo'ladi? Birinchi ishimiz daraxtda kesish bo'ladi. O'tirsanglar ham bo'ladi, turib kessanglar ham bo'ladi. Shunday urib. Men sekin yuribman, chunki doska bu, sinib qolishi mumkin. Sizlar qattiq urib o'rganinglar. Maslahatim. Ko'ryapsizlarmi? Shu sinishni boshladi. Agar men sindirib ketaversam, ketaveraman. Boshimga olib ketdinglar, tushuntirib. Короче, Ender Dragon'ni eng oson yengish yo'lini ko'rsataman. Biroz vaqt belgilab Google'dan oqtarib olay. Va bo'ldi, Google'dan oqtarib bo'ldim. Nimaga oqtardim desalaring, chunki Google menga kerak. Google menga kerak. Google'dan oqtardim. Короче, bolalar Ender Dragon'da yurishun 50 ta 60 ta jun kerak. Короче, junni nimaga ishlatishimizni sizlar aytasizlar. Короче, men bilmayman, junni nimaga ishlatishimizni aytasizlar. Junni ustoz. Aha. Junni. Nimaga ishlatasiz? Nima deydi-ya? Doktor oxirida boladan so'rayman. Hey. Yana uxlab qolibdi bu baqaloq. Hey. Ha. Jun nimaga ishlatar ekan? Junmi? Bilmayman, o'zi jun nima ekan? Onasini emsan. Ota-onangga aytaman seni. Shoqol onangni imoni bo'lasa, bu xalq o'sha qildi. Bo'lasa. Yarim bir qoldi. Короче, shunaqa jun. Men. Ha, yana. Jun. Bor-yo'q, 56 tami, 44 tami, ko'p kerak jun. Jim aytsam bo'lmaydimi shuni? Ha, jun nimaga kerak desiz? Divan jasagani kerak, divandan. Ender Dragon'da joni tezroq ketadi. Hatto jon to'ldiradiganlarini sindirmasdan ham tars o'ldirib yuborishi mumkin. Tushunarlimi? Ha, to'g'ri javob. Bugungi darsimiz shulardan iborat bo'ldi. Keyingi dars mana uyga ham yetib keldim. Bolalar, boshim shuni og'rib ketdi. Mayli bolalar, keyingi videogacha xayr, sizlar bilan Shadow bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Inshaalloh biz 100 ga harakat qilamiz. Mayli bolalar. Kanalga obuna bo'ling.